siz nimaga marka struktura buzilishiga qaramayapsiz? Siz nimaga likvidga qaramayapsiz? Siz nimaga FVga qaramayapsiz degan savol bo'lishi mumkin-da bularda. Shunaqa. O'sha O'zi qaramaysizmi? Men ko'proq har bitta sessiya o'zini oldingi sessiyasini likvidini yetishiga qarayman. Mana Likvidni ishlatasiz. Osiyoni likvidini, low likvidini London olyapti. Chotki bitta yurish qilyapti-da, New Yorkga bitta almashyapti. New York o'zi Londonni olmasdan o'zi tepaga qarab ketyapti. Bu endi o'zida titiga ham bog'liq-da, ya'ni ko'rdik-ku haqda. Hani turi xullas 10.00 zonamiz bor edi. O'zida turida ham ko'rdik-ku. Da, bo'ldi. Bildim. Endi kichkina time frame kirsangiz, order block bo'lib New Yorkda oqqa Bitcoin'dan nabarat o'sgan adashmas. Birinchi menga kuch bo'layotgan bitta nima likvid yechgani. Osiyani low likvidini yechgani, plus menga 10.00 zona borligi. Strukturasi endi tepa mana ishlarda o'zgaryapti. Langada. Shumi? 10.00 shetga to'g'ri kelyapti. Mana Mametga to'g'ri kelyapti. O'sgandan keyin. Mana. Shu lowni yangilamasdan ketyapti-da yana.